Mani yonimga qani, bu yoqqa tez. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Umringiz uzoq bo'lsin. Kam bo'lmagin. Bayram muborak bo'lsin. Ismingiz nima? Azizbek. Azizbek, iloyim elda ham, yurtda ham aziz bo'lib yurgin iloyim bolam. Nechiga kirdingiz? Ha? Nechiga kirdingiz? Yoshingiz nechida? Ha. 10. 10 ga kirdingiz, yashang, kam bo'lmang. Polvondan jiddiy katta ekansiz. Og'irligingizni bilasizmi, necha kilo? Necha kilosiz? 27. Yo'q, 27 kilomi? Yaxshi boqishmayapti ekan-da. Qongali bo'laveradi. Azizbek, endi ukangiz bu sizdan yosh, mana shisha parchaga yotyapti. Ko'ksiga mixti qo'ying. E'tibor beringlar. Bola ikki tig'i o'rtasida yotibdi. Tagida shisha parcha, ko'ksida mix. Bolaning og'irligi 27 kilo ekan. Mana shu bolaning ko'ksiga chiqsin. Ko'raylik, ikki tig'i o'rtasida yotgan holatda bolaning og'irligini ushlasin. Siz tayyormi? Qani keling bo'lmasam sekin. Xo'p, men qarang sakrashim yo'q-a, kelishdiga bu bitom emas odam, ha? Xo'pmi? Sekin oyoqni qo'yamiz, o'ng oyoqni, sekin chiqishni boshlaymiz. Qani, har sekin arziydimi? Sekin ishlaysiz.